Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni kuzatib turgan bemorlarimiz. Mana bugun Toshkent shahar Bekobod tumanidan kelgan hoji onamizga javob beryapmiz. Hoji onamiz kelgan holatini videosi yo'q, lekin mana shu yerda davolangandan keyin o'zini bu yerdagi ma'lumotlarni, taassurotlarini, bu yerdagi olgan natija, davosini, foydalarini sizlar bilan baham ko'ryapmiz. Hoji ona, o'zingiz bir tanishtiring bu kishilarga. Avvalo alhamdulillah, Xudoyimga shukr. Mana shularni shunchalik sabab chiqib qo'yibdi. Ilohim shularni boriga shukr. Men Bekobod shahri, Toshkent oblasi Bekobod shahridan kelganman. Mana necha yildirki hammamiz shu yerda davolanamiz. Aka-uka, opa-singillarim, ukalarim, akamlar, oilaviy kelganmiz ham. Xo'jayinim, qizlarim bilan kelganmiz. Alhamdulillah, mana shu yerdan shifo topganmiz. Mana umrim davomida ko'pgina mana sanatoriyalarga borganman, ko'p joylarda lecheniya olganman. Lekin bu yerdan olgan natijani ola olmaganman. Shuning uchun uzoq bo'lsa ham har doim harakat qilib, mana shu yerga kelishga harakat qilamiz. Mana juda loyishda ko'p marta bo'lganman, 6-7 marta bo'lganman. Keyin buni orasida 3 yil kela olmadik. Qani boshqa joylarga ham borib ko'raylikchi dedik. Bildir Namangan shahrini nomini aytmang. Sanatoriyasiga bordik. Zo'r joy, gap yo'q, ovqatlariga, joylariga. Lekin internetda ham aytildi, eng yaxshi davosi zo'r, lecheniyalar zo'r dedi. Bordik. Lekin bu yerda massaj etdi yo'q. Hech joyda bunaqa massaj topa olmadim. Alhamdulillah, mana oxiri mana shu yerga kelishga majbur bo'ldim. Kelganimda egilib qoluvdim, belimni ko'tara olmas edim. Ikkita oyog'im tomiri tortib qolardi tovon inimangacha, tizza tovongacha. Yo'q, mana alhamdulillah qaddimni ko'tarib, belimni ko'tarib yaxshi bo'lib qoldim. 2 qadam yurib bering turib. Shularni boriga shukr. Mana alhamdulillah bemalol namozlarga ham qiynalmayapman. Shu borlariga shukr bularni. Sizlarni borlaringga shukr. Ilohim mana shu klinikalaringda rivojini bersin. Ilohim oxiridan suyuntirsin. Omadli, barokatli, daromadli bo'lsin. Sizlar o'z kasblaringda piri bo'linglar, ustasi bo'linglar. Mana shu klinikani eshigidan kirib kelgan har bir bemorga Alloh o'zi shifoyi komil bersin. Sizlar sababchisizlar. Borlaringga shukr, o'z kasblaring piri bo'lib, ustasi bo'lib, topganlaringga fayz va baraka berib, yaxshilarga yondashtirib, yomonlardan adashtirsin. Bundan ham ilmli, bilimli bo'lib, elni, xalqni xizmatida yurib, hamma ishga duo olib yuringlar. Sizlarni borlaringga shukr, ishlaringga rivoj, yangi ochilayotgan klinikalaring ham omadli, barokatli, daromadli bo'lsin, solih amallarga to'la bo'lsin. Bizdaqa bemorlarning dardlariga shifo berib, ilohim Allohning rozichiligini olib, unib yuraveringlar, o'sib. Rahmat. Borlaringga shukr. Endi shu analarda, so'zlarda endi anusini o'zingiz bilan mana shu videongizni ko'rib turib, o'zingiz bilan telefonlashmoqchi bo'lgan bir bemorlarga telefon nomeringizni aytsangiz, bemor sizga telefon qo'yib, mana shu haqida ma'lumot olsa, kelsa bo'ladimi, yo'qmi? Rostdan misol shunaqa sharoitda yoki davosi shunaqa yaxshimi yoki yomonmi, o'zgarish bo'ldimi, uyga ketgandan keyin yomon bo'lib qoldingizmi degan savollariga telefon nomeringizni aytsangiz. Bemalol 90lik 5 356 0903 0903 nomeriga telefon qilib mana hoji onamizdan ma'lumotlar so'rashlaringiz mumkin. Bemalol. Xudoyimga shukr. Bo'ldi.